Açılar da xolasa videoda oxirigacha ko'rib turinglar. Mana shunaqa velikalardan keldi. Xudo xolasa yangi variantlaridan yetib keldi. Bittadan like bosib videoni oxirigacha ko'rib turinglar. Xudo xolasa zo'rlardan chiqaran. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz do'stlar, Mustapovuz kanali nashri obunachilari, Chorva YouTube ishqibozlari. Mana bugun biz syomkalarimizda Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan boshlash arafasida turibmiz akalar. Bittadan like tugmachasini bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar. Mana shunaqa zo'r variantlardan chiqarishda davom etamiz akalar. Hafta kunimizga shanba 2026-yil 7-fevral sanamiz hurmatli obunachilar. Biz syomkalarimizni boshladik. O'sha mashhur arzonchi, optimchi Jaloliddin akamni qo'y firmalariga yetib kelganmiz. Jaloliddin aka, assalomu alaykum. Jumsiz? Charchamay. Keldimi yangilar aka? Xudo xolasa keldi. Xudo xolasa zo'rlardan kelibdi. Hurmatli obunachilar, videoda erinmasdan oxirigacha ko'rasizlar. Zo'rlaridan Xudo xolasa yetib kelibdi Jaloliddin akamda. Yangi qo'y firmalar hurmatli obunachilar. Like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Jaloliddin akamga omad tilab turasizlar akalar. Xudo xolasa Jaloliddin aka, birinchi partiyalarimizga soni nechta? Soni 13 ta beyda, do'stlar. 13 ta? 13 dona. 13 dona aka hurmatli obunachilar. Xudo xolasa yirik variantlaridan, yaqin bo'g'ozlardanmi aka? Xudo xolasa hammasi bo'g'ozda bergan bo'g'oz sotadi. Hammasi naqd bo'g'ozlardan hurmatli obunachilar, mana yelillari osilib turibdi. Xudo xolasa yaqin. Soni 13 dona. 13 dona, Jaloliddin aka. Xo'p, bo'ybastlar nechiga beramiz Jaloliddin aka? Birinchi partiyamizda. 85 dan 90 ga dog'lish o'radi. 85 dan 90 gacha bo'ylari. Mana hurmatli obunachilar. O'tta pol. Naq. Mana. Naqd bo'g'oz, dumbarazli, samoyog'i, chotki variantda turibdi hurmatli obunachilar. Mana yoshlari 4 hurmatli obunachilar. 4 6 aralash bo'lgan. Yosh oyliklari ekitishdan nechitishgacha aka? 6-8 kilo bitekda chiqmasa, Xudo xolasa. Mana akalar, qo'ylari qaranglar, Xudo xolasa razri samoyog'i kelishgan qo'ylar. Qo'ylarimiz o'ta zo'r. Hammasi yaxshi, dostonbek. Jaloliddin aka, qaydan keldi bu qo'ylar aka? Bishkek qo'ylar, doston. Qirg'iziston Bishkek. Hurmatli obunachilar, hammasi yirik variantda, Xudo xolasa. Mana ovozini ko'rsataman shuni. Mana hurmatli obunachilar, hammasi yuzlari tiniq variantda turibdi akalar. Xudo xolasa zo'rlaridan yetib kelibdi jonivorlar. Tishlar nechtish dedik Jaloliddin aka? Nechtishdan nechtishgacha bor? Ikkita 8 chiqmasa, Xudo xolasa. Ekitishdan 8 tagacha, bitta ikkita 8 tasi ham bor. Bor. Tish maydalaganlari yo'q. Yo'q. Tish maydalaganlar hammasiniki butun, Xudo xolasa yaxshi variantlar. Jaloliddin aka, pullar arzon bo'ladimi aka? Xudo xolasa qo'y ko'p doston. Aha. Va nima qilish bilmayapman. Tas yengil sotish kerak. Yengil sotamiz Xudo xolasa aka. Buni Xudo xolasa so'ragan odamga telefon qilgan odam ishi bitadi. Telefon qilgan odamda akalar ishi bitadi. Xudo xolasa soni serob. Qo'ramizda ham qo'ylar juda ham serob hurmatli obunachilar. Xudo xolasa like bosib turasizlar. Mana shunaqa zo'rlardan chiqaramiz akalar. Jaloliddin aka, boladan qilib kelishtirib narxini aytingchi aka. Dostonbek, yana qo'ylarimiz o'shamay yarashadi dostonbek. Ko'ryapsiz qo'ylar. Qo'ylar zo'r, gap bo'lishi mumkin emas qo'ylarga. Lekin arzonroq qo'yib berasiz, Xudo xolasa obunachilarimiz bir maza qilsinchi. O'ta tiniq. Xudo xolasa qo'ylarimiz o'zi narxi bilan Xudo xolasa. Qo'ylarni Xudo xolasa hech kim ziyon qilmaydi. Aytingchi aka, chiroyli qilib boladan qilib. Buni dostonbek bitta narx aytaymi? Aha. Tas narx aytish kerak bo'ladi. Ular 9 milliondan bo'lsa bir joyga dastavka qilib beradi. 9 milliondan Samarqandgacha. 9 milliondan. Kelishtiring aka. Dostonbek, qo'ylarni ko'ryapsiz. Ko'rib turibman, aytyapman, qo'ylar yirik hurmatli obunachilar. Arziydi puliga. Lekin ozmoz tushirmasangiz bo'lmaydi aka. Charchovi ham chiqqan yo'q-da. Charchovi ham chiqqan yo'q deyaptilar qo'ylar. 9 million so'mdan nima deysizlar hurmatli obunachilar? Aka, kelishtiring. Nech pul? Nima o'zi ko'ryapsiz bu qo'ylarni hozir. Aytyapman aka, qo'ylarga gap bo'lishi mumkin emas, lekin sizni arzon deb bitta gap. Tani bo'ldi hamma arzonchi Jaloliddin deb aka. Chiroyli qilib narx ayting. Aha. Bittasi ham, ikkitasi ham. Oxirina 8 million 800 dan bo'ldi. 8 million 800 dan. 800 ming so'm. 8,5 dan berishadi. 8,5 dan. Bir yerga hammasini oldim deganlarga 8,5 million so'mdan berishadi aka. Dastlabki qilib O'zbekiston bo'ylab dastlabki qilib berasiz. Dostonda final qilamiz-da. Endi hisob do'ringchi. Qo'ylar serob barakasini bersa aka. Bittaga. Aha.
o'nnishtasi bir yerga bo'lsa, dastlabkasi Buxoroga da ketaveradi. Buxorogacha. 8 million 500 ming so'm. 8 million 500 ming so'mdan bor baraka, hurmatli obunachilar. Qo'ylar haqiqiy arziydi mana. Hammasini kelib tepasida ko'rib olamiz deganlarga lokatsiyalar kelar tashlab beriladi. Bemalol tezkorlik bilan aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa soni serob. Keyingi partiyalarimizga soni nechta Jalolni aka? Bor edi. 20-25 ta chiqadi. 20-25 ta keyingi partiyalarimizga ham akalab chiqamiz. Xudo xolasa videoda oxirigacha ko'rib tursalarim. Baraka topadigan yerlaridan akalar. Yangi qo'ralardan aka. Dostonbek. Aha. Qarang, bu qo'ylar aytyapmiz, bu odam screenshot qilib, netkilar tashlashga o'sha qo'ydi, videosini bo'ylan o'lchab tashlab beramiz. Bo'ylarni o'lchab. Bitta olaman degan odamga dastlabkasi Toshkentga davr, ikkita olaman degan odamga Samarqandga davr, 5 ta dag'i Buxoroda dastlabka qilib beramiz. Buxorogacha ketaveradi. Bitta olaman deganga Toshkentgacha bo'ladi dastlabkilar. Hurmatli obunachilar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Keyingi partiyalarimizni deb chiqamizmi aka? Keyingi partiyalarimizni deb chiqamiz hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, xudo xolasa ikkinchi partiyamizni ham olib chiqib oldik. Jalol aka soni nechta ikkinchi partiyamizga? Dostonbek bayda. Serob akana aka. Xudo xolasa akalar juda ham serob variantlaridan, xudo xolasa mana. Bir pachka. Mana akalar. Xudo xolasa hammasini ko'rib olaverasizlar. Yuzlari o'ta tiniq hammasiniki akalar. Mana bir pachka bitta odam obunachimizni qo'y ekan. Xudo xolasa hammasini olib baraka qiladigan yerlari. Hurmatli obunachilar. Jalol aka, ikkinchi partiyamiz bo'y baslarni nechiga beramiz aka? Bo'ylari Dostonbek bularga 80 dan bularga 90 ga aralash. 80 dan 90 gacha chiqadi bo'y baslari. aralash 85 ichida hammasi ko'proq 85 chiqadi. Hurmatli obunachilar, 80 ni ham bor ekan. 90 gacha olaverasizlar bo'y baslari. 85 plus minusga olsa. 85 plus minusga olaverasizlar. Hurmatli obunachilar mana. Xudo xolasa zo'r ideal variantlardan akalar. Xudo xolasa. Xo'p. Yebishlari sinovdan o'tdi. Bir hafta sinov olishadi Dostonbek. Yebishlar bir hafta sinov olishaveradi aka. Ikkita 6-8 ga aralash bu ham. Ekishdan 6 ta 8 tagacha aralash. Hurmatli obunachilar mana. Bitta 8 ta chiqadi ular. Bitta 8 tasi ham bor deyaptilar ichida hurmatli obunachilar. Tezkorlik bilan aloqaga chiqaveradigan yerlar. Jalol aka, narxlar qanaqa bo'ladi? Bular bitta narx qo'ying, bo'ldi boshqa gap yo'q. Bitta narx qo'yasizmi? U oldi qo'sh gap kerak emas. 7 million 800 ming so'mdan O'zbekiston Lubot o'chkasi dastlabki beradi. Bir pachka bir yerga bo'lsa. 7 million 800 ming so'mdan. Boshqa gap yo'q, ha. Boshqa gap sig'maydi. Qorin tashlab turib tashlayman. Mana hurmatli obunachilar. Qorin tashlash ahamiyati. Qorin tashlab qo'ygan yillar osilib qo'ygan yaqin variantlaridan mana yuzlari. Bu kraska aka. Ha, bu kraska. Xulosda zo'r. Qorin tashlash. Mashina chiqadimi aka 85 plyusda chiqadi, xudo xolasa. 80 dan 85 ga aytyapman, plus minusga olishadi. Bitta chiqadi. Chiqadi, 80 ni ham bor ichida. Ha, lekin 80 85 plus minusga olishaveradi, ha? Mana bu qo'ylar o'ta qorin tashlash. Hali bu qo'ylar charchab ham chiqqan yo'q, Dostonbek. Jalol aka narx. Dostonbekning qo'ylari o'shanga yarashadi, ko'ryapsiz. Videoda o'zidan hayronsiz bo'lsa, ozgina tushib bering aka. Bitta gapirib qoldim. Aha. 7 million 600 ming so'mdan O'zbekiston ichida lokatsiya bo'lsa bo'ldi, dastlabki. 7 million 600 ming so'mdan O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bor, hammasini Ularga olgan. ham shu bitta bo'lsa Toshkentga da dastlabkasi ichida, ikkita bo'lsa Samarqandga da. Aha. Bitta bo'lsa Toshkentgacha, ikkita bo'lsa Samarqandgacha dastlabkilari bor. Hammasini oldim deganga telefonda o'tib berasizmi Sunnatiga aka? Telefon qilgan odam ishi bitadi. Mana hurmatli obunachilar, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa haydaga ozmoz o'tib beradilar. Xudo xolasa qo'ylarimizga gap bo'lishi mumkin emas akalar. Bittadan like tugmachasini like bosib akalar, kanalga mehmonlar obuna bo'lib turasizlar. Xudo xolasa bundan da zo'rlaridan chiqarishda davom etamiz akalar. 3-chi partiyalarimizda olib chiqamiz. Obunachilar, xudo xolasa 3-chi partiyamizga soni 3 ta ekan Jalolni aka. Xudo xolasa cho'lasi ham qo'chqor a? Cho'lasi ham qo'chqor. Mana Chiyosh hurmatli yeb obunachilar. qo'ygan. Chiyorishga kelib qolgan qo'zoma hali. Xudo xolasa akalar, qo'zi variantlaridan qo'chqordi mana. Dumba razreziga bittadan bahoni berib ko'rasizlar o'zlari mana. Qo'zi. Eng kattasi bu. Mana hali qo'zi. Qo'zi. Chiyorishga hali ancha bor, hurmatli obunachilar mana. Dumba razrez hamma yo'g'i kelishgan variantlaridan. Sariq variantlaridan akalar. 3 dona ekan soni.
Xudo Shuni xolasa yemni berib, shuni baqvarishaveradi. yemni berib akalar baqvaraveradigan yerlari. Xudo xolasa bittadan like tugmachasini bosib, kanalga obuna bo'lib turasizlar akalar. Mana shunaqa zo'rlardan chiqarishda davom etamiz. Mana. Jalol aka bo'ybastlarni nechiga beramiz aka buni? Bo'ybastlar bular aka 80 plus 85 ga deydi. 80 plus 85 ga chiqadi aka bo'ylari. Mana. Uyaltirmaydi Xudo xolasa uyaltirmaydi. Chiroyli qilib bo'ladan qilib narxini aytib qo'yagan Jalol aka, ha. Bu 6 million 500 ming so'mni O'zbekiston bu hali viloyatda dastlabki qilib beramiz. 6 million 500 mingdan O'zbekiston bo'ylab hayrini qilib berasiz. Chiroyli bo'ladi hayrilari, ha. Mana hurmatli obunachilar, 6,5 milliondan kimga ma'qul kelgan bo'lsa akalar, dastlabkilar ichida aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Bo'ladigan narxi aka. 6,5 milliondan dastlabki Xorazmga. Sunnatiga o'tib berasizmi telefon qilganga? Endi vodiydan so'raganlar o'tib beradi, lekin taqalgan narx Xorazm, chunki mashina ham kam bo'lyapti, 2-3 kunda moyna bo'lyapti. Ko'ryapsiz, oson bo'lmayapti. Bo'ldi mana akalar. Telefon qilgan odam ishi bitta. Telefon qilasizlar, xudo xolasa ishlaringni bitiradilar. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Videoda akalar xato kamchilik bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Oxirgi partiyalarimiz aka. Xudo xolasa bundan zo'rlari hali keladi, chiqarishda davom etamiz. Bittadan like tugmachasini bosib qo'llab-quvvatlab turasizlar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.